Abu Hanifa rahmatullohi alayh taqvodor zotlardan. Ko'chada bir kun ketayotganida bir odam, "Ey Abu Hanifa, Allohdan taqvo qiling" dedi. Abu Hanifaning rangi o'zgarib ketdi. Nimaga o'zgardi? Allohdan taqvo qilishlik, Alloh eslatildi. Taqvo so'zi ularning qalblariga shunday ta'sir qilar edi. Ammo fojirlarchi? Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin va aqibatu lil muttaqin was salatu was salamu ala sayyidina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bu ikkisi teng bo'lurmi deb nomladigan darsimizning bugun 4-si. Bugungi darsimiz taqvo va fujur. Alloh subhanahu va taolo odam bolasini yaratdi va unga qalbni berdi. Qalb insonning jasadida podsho o'rnida turadi. Ana shu har bir qalbning ichiga Alloh taolo ikkitadan narsani joylashtirdi. Taqvo va fujur. Fa'alhamaha fujuraha va taqwaha. Va nafsin va ma sawaha fa'alhamaha fujuraha va taqwaha. Jonga va uni raso qilib yaratib, unga fisq va fujurni ham, taqvosini ham ilhom qilib o'rgatgan qo'ygan zotga qasam. Odamlar bor. Gunohni qilib turib uyalmaydi. Uyalmasligi ham bir chekada tursin, mo'xtanadi. Yomon kiyda qilib qo'ydim deydi. Shunday deb uxlatib qo'ydim deydi. Shunday Xitoydikini deydi, Koreyskiy deb o'tkazib yubordim deydi. Mo'xtanadi, faxrlanib. Va o'tirib yomon ichibmiz mana shu deydi. Dev olib qolibmiz deydi. Nimaga shunaqa deydi? Mana hozir ko'rib chiqamiz. Nima uchun gunohni qilib qo'yib turib uyalmaydi, nimaga faxrlanadi? Odamlar ikki sinfga bo'linishdi. Taqvodorlar, fojirlar. Kishining qalbida taqvo yengsa, u taqvo egalaridan bo'ladi. Kishining qalbida fujur agar g'olib bo'lsa, fojirlardan bo'ladi. Qad aflaha man zakkaha va qad xaba man dassaha. Dar haqiqat uni o'z nafsini poklagan kishi najot topdi va uni fisq va fujur bilan ko'mib tashlagan kimsa nomurod, noumid bo'ldi. Demak, Alloh taoloning qalbiga taqvoni ham fujurni ham ilhomlantirib qo'ygan. Dunyoga kelganda ikkala tomonga og'ishlikka teng imkoniyati bor. Endi kim nafsini sindirib taqvo yo'lga bursa, yutdi, nafsini o'z holiga tashlab qo'ysa, yutkizdi. Alloh taolo so'rayapti. Astagfirullah. Am naj'alul ladina amanu va amilus solihati kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar? Biz iymon keltirgan va yaxshi amallar qilgan zotlarni yerda buzg'unchilik qilib yurgan kimsalar kabi qilib qo'yaveramizmi? Yoki biz taqvodorlarni fojirlar kabi qilib qo'yaveramizmi? Yo'q birodarlar, hech qachon taqvodor bilan fojir teng bo'lmaydi. Allohdan qo'rqib, uni hududlarda to'xtagan, yolg'iz qolganda hech kim uni ko'rmayotgandan hamda Allohdan qo'rqgan kishi bilan gunohni qo'rqmasdan qilib, odamlardan hayo qilmasdan qilgan gunohini oshkora maqtanib yurgan odam barobar bo'larmi? Taqvodorlarning fe'lini ko'ring. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu o'zini hamrohi bilan odatga ko'ra Madina ko'chalarida tunda yurar ekan, bir kishiga duch keldi. Sovuq edi tun, u kishining yonida ayoli, qizlari bor edi. Sovuqdan qiylanishgan edi. Umar ibn Xattobdan yordam so'radi. "Ey xayriyat Umari, jannat bilan mukofotlandingiz. Qizlarini va ularning onasini kiyintirgani bizga yordam bering. Muhtojimiz. Allohga qasam, albatta yordam berasiz bizga" dedi. Umar ibn Xattob, "Agar yordam bermasam-chi, unda nima bo'ladi? Vallohi qiyomat kunida meni holim haqida savolga tutilasiz. Oqibati esa yo jannat bo'ladi, yo do'zax bo'ladi." Umar ibn Xattobga Allohni eslatildi. Umar ibn Xattobga Alloh eslatildi. Qiyomat eslatildi. Qalbida taqvosi bor odam nima qildi? Qaysi biringlar yulgi? Men bittasizlar nechta demadi. Shart ustidagi to'nini yechib, hali kishiga uzatdi. So'ngra yonidagi hamrohiga qarab, "Yur" dedi. "Ularni Baytul molga olib bor. Ularni hojatlarini ravo qilaylik" dedi. Taqvodorlar shunaqa bo'ladi. Allohdan qo'rqing birodar, bu qilayotgan ishingiz yaxshi emas desa, darrov to'xtaydi. "Voy, astag'firulloh deng. Yaxshi ish qilmayapsiz, Allohdan qo'rqing" desa, qalbida taqvosi bor odam to'xtaydi. Agar taqvosi quvvati bo'lmaydigan bo'lsa, zaif bo'lsa, balki taqvosi yo'q bo'lsa, bobboydek bobolar baqir-chaqirni qilaveradi. Abu Hanifa rahmatullohi alayh taqvodor zotlardan. Ko'chada bir kun ketayotganida bir odam, "Ey Abu Hanifa, Allohdan taqvo qiling" dedi.
Abu Hanifaning rangi o'zgarib ketdi. Nimaga o'zgardi? Allohdan taqvo qilishlik. Alloh eslatildi. Taqvo so'zi ularning qalblariga shunday ta'sir qilar edi. Ammo fojirlarchi? Fisq fujurni o'ziga kasb qilganlarchi? Unga Qur'onni hammasini o'qib bersang ham, hadis aytib bersang ham parvoz palik. Bunday fojir odamlar janozada ham bemalol laqillab kulishib turaveradi telefonida. Qabristonga borganda ham bemalol tijoratni gaplashib turaveradi. O'liklarni ko'rib va'z nasihat olishlik o'rniga bemalol kulishib, chaqchaqlashib o'tiraveradi, xuddi samovarda o'tirgandek. Va idza qila lahu ittaqillah, agar ularga Allohdan taqvo qiling deyilsa, nima deydi ular? Odamlarning oldida aroqni ichaveradi. Kuppa kunduzida Ramazon ro'zasida oshxonada ovqatlanib o'tiraveradi. Ayollari, qizlari yarim yalang'och ko'chada yurgan bo'lsa, parvo qilmaydi. Nima uchun parvo qilmaydi? Alloh taolo uni qalbida bo'lish kerak bo'lgan taqvoni yo'q qilib qo'ygan. Ha, uni qalbida fujur ham taqvo ham bor edi boshida. Ammo fujur yenganligi uchun Alloh taqvoni olib qo'ydi uni qalbidan. Alloh taolo aytadi: "Va idza qila lahu ittaqillah akhadhathu al-izzatu bil ism fa hasbuhu jahannam wa la bi'sal mihad." Qachon unga Allohdan qo'rqin deyilsa, uni kibr havosi gunohga tortadi, yetaklaydi. Unga jahannam bas kelar. Naqadar yomon joy u. Umar ibn Abdul Aziz taqvodor zotlardan. Xulofoi roshidlarning 5-chisi deyilgan. Janoza namozini odamlar bilan o'qidi, qabristonga keldi, o'tirdi. Va qabrlardan birini oldida o'tirar ekan, qabrdan so'radi: "Ey qabr, habiblarimizni nima qilding? Aziz va xorlarni nima qilding?" Dunyoda inson aziz bo'lgandir, xor bo'lgandir odamlar oldida. Ammo qabrga kelgandagi azizlik, xorligi xorlik bo'ladi. Qaranglarda, qabrda osti bir xil. Yo boy odamni ipakka o'rab, lahadini ham kafil qilib ko'mganini ko'rganmisizlar? Kambag'al ham o'sha surib ko'riladi. Boy ham o'sha surib ko'riladi. Ustiga bir xil turpoq tortiladi. Qabrining razmeri ham bir xil bo'ladi. Yer ustidagi hashamat tiriklar uchun. Ha, mana shu qabristonga kiradida, hozir aytib o'tganimizdek, bemalol kulishib, gaplashib o'tiraveradi. Birodarlar, qabristonga borganda qalbida taqvosi bor odam mahzun bo'lib qolish kerak. Qarang, 17 ga kirib o'libdi bittasi 71 ga kirib o'libdi, bittasi 18 ga kirib o'libdi, bittasi 81 ga kirib o'libdi, lekin hammasi nima bo'libdi? Kepti shu yerga. Juda ham yuragimiz siqilib ketsa, hayotdan siqilib ketsa, qabristonga boraylik. Juda ham quvnab, terimizga siqmay, hamma yo'g'imiz gullab, quturib ketayotgan bo'lsak ham, qabristonga bir borib qo'yaylik. Fa innaha tuzakkirukumul axira deganlar Rasululloh. Qabristonlarni ziyorat qilinglar, zero u sizlarga oxiratni eslatadi. Innal muttaqina fi jannatin va nahar. Albatta taqvodor zotlar jannatlarda va daryolar ustida bo'lurlar. Ammo ana bu fojirlarchi? Yuzlari qoraygan bo'ladi, ustlariga g'ubor bosgan bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Kullu ummati muafa illa al-mujahirun." Kullu ummati muafa illa al-mujahirun. Meni ummatimni hammasi avf qilingan. Faqat mujohirlari. Mujohir kim? Qo'rqmasdan gunoh qilaveradigan, qilib turib uyalmaydigan, gunoh qilib turib maqtanadigan. Anas ibn Malik roziyallohu anhu. U kishi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ulug' sahobalaridan, ulug' muhaddislardan, ayrim tobiinlar bilan o'tirib, ularga qarab shunday dedi: "Sizlar shunaqa amallarni qilasizlar? Sizlarning nazaringizda u amal nihoyatda bir yengil. Sochni tovlasdan ham yengil deb hisoblaysizlar. Sizlar uchun hech narsa emas." Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrida ana shu amallarni gunohi kabira deb bilar edik. Tobiinlar davri qanaqa davr u? Bizning davri qanaqa davr? Tobiinlar kim? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sahobalarini qo'lida tarbiya topgan insonlar. Shular qilgan ishlarni yengil deb sanaganlarini Anas ibn Malik gunoh kabira der edi Rasululloh davrida deydi. Agar Anas ibn Malik bizni zamonimizni ko'rganda nima derdi ekan?
Ko'ring, bu taqvodor zotni. Odamlarning ko'zida kichkina bo'lgan gunohni gunoh kabira deb bilyapti. Fojir odam, taqvodor odam. Bu ikkalasi teng bo'ladimi? Fojir odam gunoh kabira qilsa ham, odamlar buni haromligini aytsa ham, nima bo'pti deydi. Nima bo'pti deydi. Issam o'zim pulimga ichyapman deydi. Qimor o'ynasam o'zim pulimni to'layapman deydi. Bunaqa odamlarga svetoforda qiziliga shov o'tib ketgan paytda harom ish qildingiz, birodar. Birodar joniga tajovuz qildingiz, birodar haqqini yedingiz desa nima deydi? Nima deydi? Ha, tursang turaverasan-da deydi. Hamma o'tyapti-yu deydi. Voy birodar, qizilga yurib, birovni urib, o'ldirib qo'ysangiz, qasddan odam o'ldirgan bo'lasiz. Ko'p aytaman buni. Avval qizilga-yu aniq to'xtaymiz. Hozir Zangiyoraga kelganda ehtiyot bo'lish kerak hozir. Fojir odam, qalbi fisq fujurga to'lgan odamga gunohni eslatsang parvo qilmaydi. Nima bo'pti deydi. Aytaveradi qora kalaning. Boraveradi deydi. Men bilan nima ishing bor deydi. Bar ishingni qil deydi. Nimaga bunday deydi? Qalbida fujur yengan buni. Qalbida taqvo qolmagan. Ibn Mas'ud roziyallohu anhu bir gunohni qilib qo'ygan kishi haqida shunday deydi. Mo'min banda qilib qo'ygan gunohini xuddi uni ustiga tushib ketishi mumkin bo'lgan ulkan tog'dek biladi. Ya'ni bir gunohni qilib qo'ydi, bugun ertaga jazosi kelib qolishi mumkin. Bugun erta boshimga shuni kasopat uradigan xavotirda turadi. Odam bolasi borki, xato qiladi. Mo'min ham, kofir ham. Ammo mo'min gunoh qilib qo'ysa mana shunday xavotir bilan turadi. Mo'min bilan fojirning farqi. Mo'min gunoh qilib qo'yadi-da, bugunmi ertami jazosi keladi deydi. Shu gunohini o'chirishi uchun ko'p boshqa savobli amallarni qiladi. Ehtimol mana shu qilib qo'ygan bitta gunohni qilgan, umrining oxirigacha esdan chiqarmaydi. Bormi shunaqa gunohlarimiz, birodarlar? Hech ham unuta olmaymiz. Bu shunday gunohki, siz bilasiz, Robbingiz biladi. Bormi shunday gunohingiz? Fojirchi, fojir qilgan gunohini burniga qo'ngan pashaga o'xshatadi. Burunga pasha qo'ndimi deb qilsa uchib ketadi. Keyin bu odam pashani eslaydimi? Eslamaydi. Xuddi shunga o'xshagandek fojir gunohini qiladi, lekin eslamaydi. Odam o'ldirgandir, qotillik qilgandir, ota-onasiga oq bo'lgandir, birodar haqqini yegandir. Taqvo ahli bilan fujur ahlining farqi shunday bo'ladi. Ato ibn Yasor solih taqvodor insonlardan edi. U Makka Mukarramaga umra qilishlikka yo'lga tushdi, Madina Munawvaradan. Yo'lda hamrohlar bilan dam olgani to'xtashdi. Quyoshdan saqlanishlik uchun Ato bir g'orga kirib, shu yerga o'tib dam olmoqchi bo'ldi. Ozgina yotganidan keyin bir yosh ayol qo'ylarni haydab o'tib qoldi-da, salom berib g'orga kirdi. Ato ibn Yasor aliga oldi. Ayol Atoga o'zini taklif qildi. Hech kim yo'q. G'orda ichida yosh yigit, go'zal ayol o'zini taklif qilib turibdi, hech kim yo'q. Faqat Alloh ko'rib turibdi. Ato ibn Yasor yig'lab yubordi. Ayol unga senga nima bo'ldi? Yig'isi yana kuchaydi. Senga nima bo'ldi? Yana yig'laverdi. So'ng Ato aytdi: "Ey Allohning cho'risi, Alloh azza va jalla sen bilan menga qarab turganligini bilaman. Allohning huzurida qiyomat kunida sen bilan meni holim nima bo'lishligini o'ylab turib yig'ladim. Qanday qilib shu ishga jur'at qilding? Qanday qilib o'zingni taklif qilding? Allohning huzurida nima deysan?" Ato yig'lashda davom etdi. Ayol yupatishga turdi. Keyin o'zi ham Atoga qo'shilib yig'lay boshladi. Ato ibn Yasor unga qiyomatni eslatdi, o'zi yig'ladi. Keyin ayol meni haqqimga duo qil dedi. Atoning holidan ibratlandi. Keyin qo'ylarni haydab chiqib ketdi. Fitnadan omonda qoldi. Fitnadan omonda qoldi. Alloh saqladi. Uydan 5 kun bo'ldi chiqqaniga, 6 kun bo'ldi chiqqaniga, ayolidan uzoq, nafs xohlab turibdi. Ayol yosh, chiroyli, o'zi xohlab taklif qilib turibdi. Shu holat zinodan imtihon deyiladi. Sizdan faqat rozilik talab qilinyapti, xo'p desiz, hamma yo'q muhoyo turibdi. Shunda zinodan imtihon deyiladi. Ato g'ordan chiqdi, hech kim indamadi bo'lgan ishni, Makka ga qarab ravona bo'ldi. Makka Mukarramaga yetib kelib, umrasini ado qildi. Tavof qilar ekan,
charchab Ka'bani oldida yotib uxlab qoldi. Tush ko'rdi. Tushida Yusuf alayhisalomni ko'rdi. Ato tushida Yusuf alayhisalomga aytayapti: "Ey Allohning nabiysi, Qur'ondagi sizni qissangiz naqadar ajib. Azizning ayoli bilan bo'lgan qissangiz naqadar ulug' dedi." Yusuf alayhisalom javob berib: "Bundan ham ajibroq narsani bilishni istaysanmi?" Ato: "Bundan ham ajibroq nima bor?" Yusuf alayhisalom aytdi: "G'orda seni ayol bilan tutgan ishing" dedi. Ato cho'chib uyg'onib ketdi. Bu tushini hech kimga aytmadi. Faqat o'limi arafasida, o'limi yaqin tushini aytib berdi. Alloh taolo saqladi bu bandani, birodarlar. Nima uchun? Qalbida taqvo bor edi. Hasan Basri rahmatullohi alayhidan so'radilar: "Nima uchun fojirlar o'zlarining gunohlarini odamlar oldida gapirib, undan faxrlanib yuradilar?" Mana boyagi darsimiz avvalida bergan savolimiz. Nima uchun fojirlar gunohini qilib qo'yib, keyin buni gapirib maqtanib yurishadi? Ehtimol qarang, o'sha fojir gunoh qiluvdi, Alloh bekitib qo'ydi, hech kim bilmadi. Shunga ham qanoatlanmasdan nima qiladi bu? Yana shunday bir odamlar bor, haromga kirib qolmay, gunohga kirib qolmay deb turib, bir qancha halol narsalardan e'tirof qilib olaveradi. Nimaga fojirlar unday, nimaga taqvodorlar bunday? Hasan Basriyning javobini ko'ring. Chunki onavular fojirlar, gunoh qilib qo'yib maqtanadiganlar. Alloh taologa xor bo'lgan bandalardir. Shuning uchun ular osiylik qilishadi. Agar ular Alloh azza va jallaga aziz bo'lganlarida, ularni mana shu gunohni qilishlikdan Allohning o'zi saqlagan bo'lar edi. Ato ibn Yasorni zino qilishidan kim saqlabdi? Nima uchun saqlabdi? Allohdan taqvo qilganligi uchun. Ular Alloh taoloning nazdida qadri yo'q bo'lgan kishilar. Shuning uchun Alloh taolo ularni o'zini holiga o'ziga tashab qo'ygan. Mana Yusuf alayhisalom xuddi shu holat. Vazirni ayoli eshiklarni berkitib, bir xonaga qamab, haytalak, men bilan zino qil, beri kel dedi. Alloh taolo saqladi Yusuf alayhisalomni. Qur'onda nima dedi bu haqida? Astagfirullah. Kadalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsha innahu min ibadina al-mukhlasin. Undan Yusufdan yomonlik va buzuqlikni chetlatish uchun mana shunday qildik. Ya'ni o'zimiz uni saqladik. Yusuf alayhisalomni Alloh saqlamaganida Alloh biladi nima bo'lar edi. Zero u pokiza, muxlis bandalarimizdan. Bizda taqvo bo'lsa, xolis bo'lsak, Allohga duo qilsa, shu gunohlardan o'zini nima qiladi? Saqlaydi. Demak, kim qilib qo'ygan gunohini Alloh yashirib turgan bo'lsa, odamlar ko'rmagan bo'lsa, yana maqtanib faxrlanib odamlar ichida gapirib yurar ekan, demak Alloh uchun bu xor bo'lgan, haqir bo'lgan odam. Gunohi bilan maqtanyaptimi? Haqir odam ekan deb qo'yavering. U uchun jon ko'ytirmang. Fuzayl ibn Iyos ulug' tobiinlardan, ulug' olimlardan, faqihlardan qarib qolgan paytida xalifa har bitta faqihga 10,000 dirhamdan pul tarqatdi. Ko'pchilik olimlar, faqihlar xalifaning hadiyasini qabul qildi. Fuzayl esa olmadi. Qarang, muboh. Xalifa hadiya beryapti. O'zini ummatning ishiga sarf qilgan, umrini ummatning ishiga sarf qilgan olimlar, faqihlarga xalifaning hadiyasi. Olishlik muboh, ammo olmadi. Halol, ammo olmadi. O'g'illar kelib, "Ey ota, nimaga olmadingiz? Boshqalar oldi-yu, falonchilar oldi. Siz ulardan ko'ra muhtojroqdingiz shu pulga." Fuzayl o'g'illarga nima deb javob berdi? "Ey bolalarim, men bilan sizlarning misolingiz bir qavmning misoliga o'xshaydi. Ularning bir sigiri bor edi. U ularga yerlarini haydab berar edi. Sigir qarib qolganida esa uni so'yib go'shtini yeyishdi. Ya'ni yoshligimda sizlarga sarf xarajat qildim o'sha yer haydagandaqa. Endi qarib qolganimda xalifani pulini olib, so'yib go'shtini yeyishni xohlaysizlarmi?" dedi. Tushunarli bo'ldimi? Shu kungacha olmaganman, shu kungacha ta'ma ham qilmayapti. Xalifa shunday beryapti, evaziga bir narsa talab qilmayapti ham. Shu kungacha shunday bir taqvo bilan yashaganman, qo'lim pok, buni bu yoqqa meni majbur qilmanglar. O'layotganimda foydalanib qolmanglar meni o'limimdan dedi. Taqvodor qalb egalari, birodarlar,
ularni qilgan ishlarini hamma ham tushuna olmaydi. Oson bo'lavermasmidi? Bo'laverardi. Lekin taqvo qildi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu kunlarning birida bir bog'da o'tirar ekan, daraxtdagi bir qushga ko'zi tushib qoldi. Hali qush bir shoxdan ikkinchi shoxga qo'nadi, mevadan cho'qiydi, yana shoxga qo'nadi, mevani cho'qiydi. Haligi qushni ko'rib Abu Bakr Siddiq yig'lab yubordi. Nimaga yig'layapsiz? Mana bu qush xohlagan shoxiga o'tiradi, xohlagan mevasidan yeydi, keyin o'ladi. Ammo unga na hisob kitob yo'q va na jazo ham yo'q. Qaniydi shu qushchaga o'xshaysan? Qaniydi shu qushchaga o'xshasan? Kimida bu kishi? Asharai mubasharamidi? Ummatning eng afzal kishisimidi? Jannatiy ekanligini payg'ambarimizdan eshitgan kishimidi? Shu kishi qaniydi shu qushga o'xshasan? Taqvo ahllari, taqvodor insonlar gunohlardan tiyilib, savobda amalda qilib turib, hech qachon g'ururlanmaydi. Gunohlardan tiyilib, savoblarni qilib turib, qo'rqib yashaydi. Xuddi shu vaqtda o'zida fojlar buni teskarisi. Gunoh ma'siyatni hammasini qo'rqmasdan qiladi, yana qo'rqmasdan jannatdan umidi bo'ladi ularni. Astagfirullah. Valladina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila robbihim roji'un. Darsimizning nihoyasi. Kambag'al bechoralarga bergan sadaqalarini qiyomat kunida hisob kitob uchun Parvardigorga qaytguvchi ekanlaridan dillari qo'rqib turgan holda beradigan kishilar. Ular savobli amalni qilishadi, qabul bo'lmay qolishidan xavotir bilan yashashadi. Shuning uchun birodarlar, biz o'zimizda tutayotgan ro'zamiz, o'qiyotgan namozimiz, tilovat qilayotgan Qur'onlarimiz bilan g'ururlanmaylik. Gunoh qilmayotganligimiz bilan kekkaymaylik. Chunki bu amallarni hali Allohning huzurida qabul bo'lyaptimi, bo'lmayaptimi aniqlashlik kerak. Alloh subhanahu va taolo o'zi yaxshi ko'rgan taqvo egalari bo'lgan bandalardan qilishligini so'raymiz. Fojir va fosiqlardan bo'lishidan panoh tilaymiz. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum.